Abi 3 qatim ziyoratdagi 3 hayron qilish. Qissa haqida bayon. Bu qissadagi hammamizga tanish hikoya, kabi 3 qatim ziyoratni hammamiz bilamiz. Liu Bei Liu Shan'da Longzhongga yotgan Aydra Kongming Zhuguliangni 3 qatim taklif qilib berib, 3-qatimda aran ko'risha oladi. Ham bu vaqtga qarasak Liu Bei Guiyu bilan Zhang Fei'ni ishni oldiga o'tqizib qo'yib, o'z yolg'iz o'yliq kirdi. Qarshi bu yerda Zhuguliang uxlayotgan, Liu Bei o'z yolg'iz saqlab turdi. Zhuguliang taxminan bir 20 minutlar atrofidan keyin uyg'ondi. Bir she'r o'qiyotdi. Eng burun kim uyqudan ko'tirdi bosh? Menga ma'lumdir ham qandoq yashash. Qangucha uxlabdiman kafam ara. Asta patdi mag'ribga quyosh. Qaranglar Zhugu qadin. Uyqudan uyg'onibla she'r o'qiyotdi. Siz nima ish qilsangiz uyqudan qo'psangiz, odatda biz ko'pincha uyqudan uyg'onsak, o'birni yig'varamiz. Shundaq-ku. Endi ma'u Zhugu yatqajdira o'xshamaydi bizga. Endi nima o'qisin aran o'g'an deb bu yerda Liu Bei noz taqozoliklar. Shunda qarsa, bu yerda Zhuguliang Liu Bei qarab qo'ymay shart ichib kirgan. Endi bu nima qilg'ini yetsanglar, endi shankovlar yo'lda chiqib bu azimlik bilan ko'rishmaydi deydi. Yeni bu uxlash kiyimim bilan bundan azimlik bilan kutib olsam, hurmatsizlik bo'ldi deb ichiga ko'yib kirib, marasning kostyum burg'ilchilarini kiyib ta'zini qilib chiqdi. Liu Bei bo'lgan bir hurmatda bu. Material qarsanglar Zhuguliangning bo'yi egizligi 8chi. Oq yuzli, qosh ko'zli, qora to'kilib turgan joyda kiyimlar marasning kostyum burg'ilchilarini kiyib yuradigan, bunda qosh tish destek bir yalpigich va deb nayt kilishgan tasvirlaydi. Hamda bu yer Xan sulolasidagi birinchi hozirgi 0.123 metr 20 soatda. Buni 8 ko'paysak 1.84. Ham yeni Zhugu Kongmingning bo'yi egizligi 1.84. Men Zhugu Qadinning bo'yi egizligi 1.83 kilometr. Hamda qarasanglar shu qissada Diyochen Jan birinchi go'zal deb ta'riflandi, Zhuguliangni birinchi Shuaygo deb ta'riflandi. Hamda qaranglar bu yerda Zhuguliang uyqudan uyg'onib bir she'r o'qiyapti. Liu Bei buni hayron qilib tursa, darhol kiyimini almashtirib, nihoyat chiroyli qiyosini badaz qilib chiqdi. Hamda bu yerda Liu Bei o'yildida, do'yinni ko'rgandimni kelishgan bola ekan. Haqiqatan meni hurmat qilib menda chiqdi oldimga deb tursa, bu Zhuguliang o'zini yalpib o'ltagan. O'ylab bakinglar, televiziya teatridan chiqdi, boshda bir qor yoqqan bir tog'dan ikkinchi qatim keldi, taxminan 2-oy vaqt desak, endi bu qish, uningsi bu degan Longzhong bir tog'. Yanada bir shohratmi bor, bu degan bir eski kapa, kesak ko'yim emas. Demak, avaray noit so'g'at. Liu Beilar tonglab shunda qilib to'llarni kiyib o'ltirsa, bu Zhuguliang o'zini yalpiga, bu adam tonglamamdigandimi u? Uyda ko'ngti o'rnatibimizmi ya deb xil qilib qoldi. Albatta asli bu ziyoratda Longzhongni ko'rsatgan aql, eliq jonning xaritasi ajoyib g'aroyib bir ishlar so'zlanib lekin nima uchun Liu Beiga mana shu 3 ish bakarak ta'sir qildi? Ya'ni she'r o'qish, kiyim almashtirish, yalpish. Mana bu tanlıq markaning guangosi bilan mas'uliyat tushundirishi shunning farqi. Mas'uliyat tushuntirishda hamma narsa tafsili yozildi yillar kunigacha. Mas'uliyat e'lon bo'lsa, yetarli uchurni bersaklan bo'ldi. Ya'ni bu yerda Zhuguliang o'zining danliq markasini Liu Beiga qanday birvatdi bu uchurni? Liu Bei ixtisos qilgan biroq Zhuguliangni noit ixtisos deb anglagan, shuni uyg'unlikda bir she'r o'qiyapti. Ikkinchidan Liu Bei boshqalarning taqdir qilgan noit e'tibor berdi. Bu yerda Zhuguliangmi kishilarning og'zida kilishgan deb ta'riflangan, shuning uchun kiyimlarni almashtirib kostyumlarni kiyib chiqdi. Uchinchidan Liu Bei bir xosligi va kishilarga biroq shuning uchun bu yerda Zhuguliang shu so'xtimi yalpib turdi. Demak, mana shu cho'ng uchur maskasilar hozir keyingi ishlar asosida izg'ib tushib ketdi. Bundaqda mushqatimlik ziyoratda Zhuguliang Liu Bei bilan mengishdan burun Liu Beiga 2 isl narsani so'qildi. Birinchisi Longzhongni ko'rsatgan tadbir. Bundaqda ikkinchisi nima?